Kayısımız var buna. Ecep yara çıktı bana, buranda aynagan tuğrak, buranda aynagan tuğrak. Sen beni ezelden ben sana amrak, ezelden ben sana amrak. Güzellik kepterini laçın bul olay mene, huylandı ki kepterini laçın bulup olay mene, bağrımda yüreğimde gül sahan bilir bulup bağrımda yüreğimi gül sahan bilir bulup oynayman. Yüzgeye ayrım bulmasa gül sahan men yarim bulay yarim. Assalamualaikum, hürmetli ustazlar ve naq maydondagi qarindoshlar va ekran oldidagi barliq ko'ringan do'stlar. Hammanglarga Qashqar viloyati Ko'shan oilik san'at o'makdan kelgan iqbolimdan
Ali salam ve ehtiram. Polişe Naili Sanat Ümektine. Qaran Sanober, siz basqantınız biz pek hoş bulduk. Nimişqa desiniz, biz bu kızның naqshini anılgan. Biz Qashqarga borganda. Bu emas taxi yana nurg'un xeyli murakkab bir xalq naqshlarini akademiyada aytadi. Yuragimga bek tagdin. Ha, yani bek qalaymuqan qilib etmay, pakas qilib akademiyani. Bizning ovozini bostirib etmay, mana shunda aytadigan qiz bor bu. Garmon ovozlarini biz anglamagani. Uzun bo'ldi ham o'zi chelib, ajoyib chiroyli o'ralab tadingiz. Ben hakikaten naqshidan bir zo'q ilib o'rildim. Şu birinci naqsh bilan tugitib qo'yamdiki deb shuncha ansirdim. Mao Sanober muallim, sen ovozingizning doirasini biladiganni o'ylaydi-da. Tutsam yaxshi ikkinchi naqshni. Agar muallim aylanmagan bo'lsa, uchinchi naqshni mi aytsangiz bo'lardi. Qani anglashli naqshlar-ku bu. Aynalaya digizgende. Aynalaya digizgende. Çeli ve aylanma ama ya. Oylanib ketdi degandekmi? Aylandı verse biz. Sizga qanchalik vaqt bo'ldi shu akordeon bilan naqsh aytayotganlik? Ha? 9 yıl oldu. 9 yil bo'ldimi? Pek esil. Men akordeonning manda yenik, lirik ustiga aşı har bir ovozingiz uchun xizmat qilib ajoyib zo'q ato qildi. Men haqiqatan o'rlishni xohlagan. Sanober adimiz o'rlaganda men rost gaplasam xotirjam bo'lib ketdim. Topshirdim da. Muşunçilik talantlık adamlarımız var. Hem de bütün Uygurlarga tonuluş gerek. Bu kız tonuludu bu kız. Ablakam degandek şarait, ömek şaraiti. Aşağıdakiler oyunlardan çekilinip kalıp hizmet ödüsün çıkış için degandek. Yılkı. Oldu. Yakmeşre payede diyen xotum Bütün tanıdı. Uygurlar kördüğün bir sahnede özünüzün talantını namayan kıldınız. Sizin bundaki sanat hayatınızga ufuk dileyme. Rahmet. Ipak yo'lini bo'ylab janubga mangsoq bir o'tang bor. Yillar mobaynida bu yurtni madhiyalab aytadigan bir kuy bor. Bugun bu kuy sahnimizda yangradi. Ipak yo'lini bo'ylab